نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli gezizler, tövende Peygamber aleyhisselamın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sunumuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselamın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu'nun ba'zi fazilatlari. Allah bilan qasamki, men o'zimni bu fazilatlar to'g'riliq so'zlashdan ojiz his qilaman. Lekin bizga bulardan oz bir qismi yetarlikdir. Chunki bulardan ezimi ko'pdir. Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "İnsanlarning ichida menga hamrohligi va melida eng ko'p yaxshilik qilgan kishi Abu Bakrdir. Agar Parvardigorimdan boshqani yaqin do'st tutgan bo'lsam edim, Abu Bakrni yaqin do'st tutgan bo'lardim. Lekin islomiy qarindoshlik va do'stlik bor. Masjiddagi Abu Bakrning eshigidan boshqa eshiklar etib etilsin." Anas ibn Malik radiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ummatimning ichida ummatimga eng mehribon bo'lgani Abu Bakrdir. Allohning buyrug'ida eng qattiqi Umardir, eng hayoliqi Osmondir. Menga nisbatan eng yaxshi hukm qilg'ichi Alidir." Bir rivoyatda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ummatim ichida ummatimga eng kuyimchan kishi Abu Bakrdir." Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Siddiqdan boshqa bizga yaxshilik qilgan kishining mukofotini berdik. Siddiqning qilgan yaxshilikning mukofotini Alloh qiyomat kuni beradi. Menga hech kimning meli Abu Bakrning meli foyda bergandek foyda bermadi. Agar kishilarning ichidan sirdosh do'st tutsam edim, Abu Bakrni sirdosh do'st tutatdim. Bilinglarki, sizlarning hamrohinglar Allohning do'stidir." Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Abu Bakr va Umarning bu dindagi o'rni quloq va ko'zlarning boshdagi o'rniga o'xshaydi." Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Mendan keyin mening sahobalarimdan Abu Bakr va Umardan iborat ikki kishiga ergishinglar." Abu Bakr radiyallahu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom bir kuni: "Bu kecha kim tush ko'rdi?" dedi. Bir odam: "Men xuddi osmondan bir tarozi tushganligini ko'rdim. Ondan sen va Abu Bakr taroziga selindinglar. Sen Abu Bakrni besib ketding. Umar va Abu Bakr taroziga selingan edi. Abu Bakr Umarni besib ketdi. Umar bilan Osmon taroziga selingan edi. Umar Osmonni besib ketdi. Ondan keyin tarozi ko'tarilib ketdi." Abu Bakr aytdi: "Biz Payg'ambar alayhissalomning chiroyida yoqtirmaslikni ko'rdik." Bu yerda Abu Bakrning Umar radiyallohu anhu va uningdan boshqa kishilardan ortiq ekanligini oshkor bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomning chiroyida yoqtirmaslikni ko'rdik degan so'z haqida Nufhatul Afvazi mundaq deydi: "Chunki Payg'ambar alayhissalom tarozining ko'tarilib ketishining ma'nosi ishlarning tartibining yomonlashishi, Umarning xalifaligidan keyin fitnalarning oshkor bo'lishi ekanligini bildirdi. Har birining yana birini besib ketishining ma'nosini besib ketguchi, besilib ketguchidan afzal ekanligidir." Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr va Umarga qarab: "Bu ikkisi ilgirki va oxirgi jannat ahllari ichidagi navqiron yoshlarning afzalidir. Payg'ambarlar va elchilar buning sirtida. Ey Ali, buni u ikkalanga demagin" dedi. Abdurrahman ibn Avf radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim: "Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Osmon jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahman ibn Avf jannatda, Said ibn Abu Waqqas jannatda,
Said ibn Zeyd cennette. Abu Ubeyde ibn Cerrah radiyallahu anhumlar cennettedir. Allah ulardan razı olsun. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhudan rivayet kılınadı ki Peygamber aleyhisselam Abu Bakır'a "Cezmen sen menin Kevser kölüdeki hemrahim ve gardaki hemrahim" dedi. Tuhfatul Ahvazi'de mundaq deydi. Sen menin köldeki hemrahim, yani Kevser'deki. Sen menin gardaki hemrahim, yani Peygamber aleyhisselam bilen Abu Bakır ikisi hicret kılıp çıkkanda urullaşkan Sevri teğdeki gar. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhudan rivayet kılınadı ki u mundaq deydi. Biz gardaki vaqtda men Peygamber aleyhisselamga ularning biri ikki futining ostiga qarsala bizni ko'rib qoladi dedim. Peygamber aleyhisselam "Üçüncüsü Allah bo'lgan ikki kishi haqida qanday o'ylaysan?" dedi. İbn Ömer radiyallahu anhudan rivayet qilinadi ki u mundaq deydi. Biz Peygamber aleyhisselam davrida kishilar orasini tanlash ixtiyori beriladi. Biz Abu Bakr radiyallahu anhuni, ondan keyin Ömer ibn Hattob radiyallahu anhuni, ondan keyin Osman ibn Affan radiyallahu anhuni tanlaydik. Allah ulardan razı bo'lsin. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet qilinadi ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Manga hech kimning meli Abu Bakrning meli foyda bergandek foyda bermadi. Shuning bilan Abu Bakr radiyallahu anhu yig'ladi va "Ey Allohning elchisi, men va mening melim faqat sening emasmi?" dedi. Anas radiyallahu anhudan rivayet qilinadi ki Hakikaten Peygamber aleyhisselam ve Abu Bakr ve Ömer, Osman Uhud tağıga çıkan idi. Tağ ular bilen titrep ketdi. Peygamber aleyhisselam "Jim tur ey Uhud, üstünde fakat bir peygamber, bir siddiq ve iki şehit var" dedi. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Abu Bakr nima degan yaxshi kishi ha? Ömer nima degan yaxshi kishi? Abu Musa al-Ash'ari'den rivayet kılındı ki u uyda taharet aldı. Ondan sırtga çıktı. U mundaq deydi. "Men bugün Peygamber aleyhisselamdan ayrılmay, onun bilen billa bulaman" dedim. U mundaq deydi. U mescidga kelib Peygamber aleyhisselam to'g'riliq so'radi. Ular Peygamber aleyhisselam chiqib bu tarafga ketdi dedi. Men Peygamber aleyhisselamni surishtirib kaynidan chiqdim. Hattoki Peygamber aleyhisselamni izlab Aris quduqining yeniga kirdim. Men eshik tuvida o'ltirdim. Bog'ning ishki xurma shig'idan yasalgan edi. Hatta Peygamber aleyhisselam hojatini ado qilib bo'lib tahorat oldi. Men turib uning yeniga borsam, u Aris quduqining yenida o'ltirgan ekan. U quduq kirvikining o'tirisiga kelib, ikki pochiqini ichib, quduqni sangilatib o'ltirdi. Men uning salom berdim. Anda qaytib kelib eshik tuvida o'ltirib, "Bugun Peygamber aleyhisselamning darvozasini bo'laman" dedim. Ondan Abu Bakr kelib eshikni qoqdi. Men "Bu kim?" dedim. U "Abu Bakr" dedi. Men "To'xtab tur" dedim ve berib "Ey Allohning elchisi, bu Abu Bakr kirishga ruxsat so'rayotdi" dedim. Peygamber aleyhisselam uning ruxsat qilgan ve cennet bilen xushxabar bergin dedi. Men kelib Abu Bakrga kirgan. Peygamber aleyhisselam sana cennet bilen xushxabar beryotdi dedim. Ondan Abu Bakr kirib quduqning girvikida Peygamber aleyhisselamning o'ng tarafida o'ltirib, Peygamber aleyhisselam qilgandek ikki putini quduqqa sangilatdi ve ikki pochiqini ochdi. Abu Hurayradan rivayet qilinadi ki u mundaq deydi. Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini anladim. Bir kuni bir podachi o'zining qo'ylari bilan birga edi. Tuyuqsiz uning qo'ylariga bir bo'ri hujum qilib, bir qo'yni elib ketdi. Podachi bo'rini qo'g'lagan edi, bo'ri uningga qarab, "Yirtqich hayvonlar kuni qo'ylarga mendan boshqa podachi yo'q, kunda ularga kim podachi bo'ladi?" dedi. Bir vaqtda bir odam bir kalaning ustiga yuk ortib haydab ketyotdi. Kala uningga qarab, "Men buning uchun yaratilmadim. Men etiz ishlari uchun yaratildim" dedi. Kishilar ajablanib, "Alloh pokdir" deydi. Peygamber aleyhisselam onunla men ve Abu Bakr ve Ömer ibn Hattob işinimiz dedi.
İbn Abu Mulaykadan rivoyat qilinadiki, u İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini anglagan. Ömer radhiyallohu anhu karvatida quyildi. Kishilar u karvatdan ko'tarilishdan burun uni o'rib olib duo qilishga va namoz o'qishga boshladi. Men ularning orasida turardim. Bir kishining qo'lini mo'ramga qo'yishi meni cho'chitibdi. Qarasam u Ali ibn Abu Talib ekan. U Ömer radhiyallohu anhuga ish og'ritdi va mundoq dedi: "Sen o'zingdanmi bakroq? Men shu kishining amaliga o'xshash amal bilan Allohga uchrashni yaxshi ko'radigan biror kishini qoldirmadim. Alloh bilan qasamki, men Allohning seni ikki hamrohing, ya'ni payg'ambar alayhissalom va Abu Bakr bilan birga qiladi deb o'ylaydim. Men o'ylaymanki, men ko'p qitim payg'ambar alayhissalomning men va Abu Bakr va Umar bordim. Men va Abu Bakr Umar kirdim. Men va Abu Bakr Umar chiqdim deganligini anglagan edim." Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalom nazaridagi o'rni. Abu Dardo radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Payg'ambar alayhissalomning yonida o'ltirardi. Tuyuqsiz Abu Bakr kiyimining bir tarafini tutgan holda yetib keldi. Hatto uning tizining bir qismi uchiq qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Hamrohinglar davo qilib kelibdi" dedi. Abu Bakr salom berdi va: "Ey Allohning elchisi, men bilan Xattobning o'g'li Umar o'tirsida bir ish bo'lgan edi. Men uningga oldirab uni ranjitib qo'ydim. Ondan keyin pushaymon qilib uningdan meni kechirishini so'rasam, u unimidi. Shunga sening yaningga keldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Bakr, Alloh seni kechirsin" deb 3 qatim takrorladi. Ondan keyin Umar pushaymon qilib Abu Bakrning uyiga keldi. U Abu Bakr bu yerdami deb so'ragan edi. Ular yo'q dedi. Ondan Umar payg'ambar alayhissalomning yoniga kelgan edi. Payg'ambar alayhissalomning chiroyi o'zgarishga boshladi. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu qattiq qo'rqib ketib, tizlanib o'ltirib: "Ey Allohning elchisi, men eng zolim bo'ldim, men eng zolim bo'ldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh meni payg'ambar qilib avatdi. Sizlar yolg'on aytdinglar" dedinglar. Abu Bakr bo'lsa rost aytdi dedi va jini va meli bilan menga yordam berdi. Men uchun hamrohimni qo'yib atmamsizlar dedi. Shundan keyin uningga aziyat berilmadi. Muhammad ibn Sirindan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning chas soqol bo'yaydigan bo'yiga to'g'riliq so'raldi. Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi: payg'ambar alayhissalomda faqat ozg'ina oq chach yoki soqol bor edi. Payg'ambar alayhissalomdan keyin Abu Bakr va Umar xina va katam bilan bo'ygan edi. Makka ozod bo'lgan kuni Abu Bakr otisi Abu Quhafani ko'tarib akilib payg'ambar alayhissalomning oldida qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga: "Agar buvayni o'z o'yida qo'ygan bo'lsam, Abu Bakrni hurmatlab uning yeniga boradi" dedi. Ondan Abu Quhafa musulmon bo'ldi. Uning chas soqollari oqirib, sag'omaga o'xshash bo'lib qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom uning chas soqollarini bo'yab o'zgartirib etinglar. Qora rangdan saqlab qilinglar dedi. Amir ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Men ey Allohning elchisi, kishilarning qaysisi sana eng suyumli deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom Oisha dedi. Erlardan-chu dedi. Payg'ambar alayhissalom uning dadisi Abu Bakr dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning jannatning 8 darvozasidan chaqirildi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan: Kimki Alloh yo'lida bir jup narsa chiqim qilsa, jannat darvozalaridan "Ey Allohning bandasi, bu yaxshi" deb chaqiriladi. Kimki namoz ahlidan bo'lsa, namoz darvozasidan chaqiriladi. Kimki jihad ahlidan bo'lsa, jihad darvozasidan chaqiriladi.
Kimki sadiqa ahlidan bo'lsa, sadiqa darvosidan chaqiriladi. Kimki ro'za ahlidan bo'lsa, ro'za darvosidan va Rayyon degan darvozadan chaqiriladi dedi. Abu Bakr: bu darvozalardan chaqirilgan kishiga zaruriyat yo'q. Ey Allohning elchisi, bir odam shu darvozalarning hammasidan chaqirilamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom: ha, sening shulardan bo'lishingni umid qilaman ey Abu Bakr dedi. İbn Hibabning Ibn Abbosdan rivoyat qilgan hadisida: ha, sen shu ey Abu Bakr dedi. İbn Qayyum rahimahulloh o'zining nuniyasida jannat darvozalari to'g'riliq mundoq deydi. İnsan iman sifatlarini to'liq mujassamlashtirsa, fat yaqinda jannat darvozalarining hammasidan chaqiriladi. Rostchil Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ana shunday kishilardandir. U Qur'on bilan avatilgan payg'ambarning xalifasidir. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomni nihoyat yaxshi ko'radi. Bu yaxshi ko'rish uning qalbi va butun vujudini egallagan edi. Hatta u payg'ambar alayhissalomga jinini, bolalarini, mol dunyosini va insonlarning hammasini fido qilishni orzu qiladi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundoq deydi: payg'ambar alayhissalomning sahobalari to'plangan vaqtda ular 38 kishi edi. Abu Bakr oshkora bo'lishi, ya'ni islomni jakorlash to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan so'rab chin turib oldi. Payg'ambar alayhissalom: ey Abu Bakr, biz haqiqatan oz dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu chin turaverdi. Hattoki payg'ambar alayhissalom oshkora bo'lib chiqdi. Kishilar masjidning hamma taraflariga tarqalib ketdi. Har bir kishi o'zining urug' tuqqanlari orasida edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu turib xutba o'qidi. Payg'ambar alayhissalom o'ltiruqliq edi. Shuning bilan Abu Bakr Allah va Allohning elchisi tarafga chaqirgan tunji xutba o'quvchi bo'lib qoldi. Mushriklar Abu Bakr va musulmonlarga qarshi qo'zg'alib, musulmonlarni qattiq urdi. Abu Bakr mushriklar tarafidan dassaldi va qattiq urildi. Fosiq Utba ibn Rabi'a uning yeniga kelib, yamoq selingan ikki kesh bilan yuziga urishga boshladi va uning qo'sqiga chiqib sakradi. Abu Bakrning burni qonab ketganlik sababidan yuzini to'nig'ila bo'lmaydi. Abu Bakrning qavmi bo'lgan Banu Taym qabilasi yugurishib kelib Qurayshlarni Abu Bakrdan ajratib o'tdi. Banu Taym qabilasi Abu Bakrni bir kiyimning ustiga elib ko'tarib uyiga elib kirdi. Ular uning o'lganligiga shak qilmaydi. Ondan Banu Taym qabilasi masjidga kirib, Allah be qasamki, agar Abu Bakr o'lib ketadigan bo'lsa, chuqum Utba ibn Rabi'ani o'ldirmaymiz dedi. Ondan Banu Taym qabilasi Abu Bakrning yeniga qaytib keldi. Abu Quhafa va Banu Taym qabilasi Abu Bakrga so'zlashga boshladi. Hatta u javob berdi. U kunduzning oxirgi qismida gap qilib, payg'ambar alayhissalomning ahvolini so'rab, u qandaroq dedi. Ular uni so'kib ayblashga boshladi. Ondan turib ketdi va uning onasi Ummul Xayrga uningga tomoq yegizish yoki ichimlik ichgizishdan kechiktirgan dedi. Onasi uning bilan yolg'iz qolganda uning bir narsa yeyish, ichish haqida ching turib oldi. Abu Bakr payg'ambar alayhissalom nima qilindi deyishga boshladi. Onasi: Alloh bilan qasamki, men hamrohingni bilmayman dedi. Abu Bakr Xattabning qizi Ummu Jamilning yeniga berib, uningdan payg'ambar alayhissalom to'g'riliq so'rang dedi. Onasi chiqib Ummu Jamilning yeniga kelib, haqiqatan Abu Bakr sendan Abdullohning o'g'li Muhammad to'g'riliq so'raydi dedi. Ummu Jamil: men Abu Bakrni, Abdullohning o'g'li Muhammadni tunimayman. Agar sen bilan o'g'lingning yeniga berishimni ravo ko'rsang, men yeniga boray dedi. Ummu Xayr: ma'qul dedi. Shuning bilan Ummu Jamil Ummu Xayr bilan Abu Bakrning yeniga bordi va Abu Bakrning xatarlik holatda yiqilib qolganligini ko'rdi. Ummu Jamil yaqin kelib unlik vaqirdi va Alloh bilan qasamki, sana bundoq aziyat bergan qavm haqiqatan fosiq va kofirdir. Men Allohning sana ulardan intiqom elib berishini umid qilaman dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: payg'ambar alayhissalom nima qilindi dedi. Ummu Jamil:
buni onam anglab qoladi dedi. Abu Bakr, sana onundan hech qanday ziyon kelmaydi dedi. Ummu Jamil, payg'ambar alayhissalom salomat, yaxshi dedi. Abu Bakr, u nada dedi. Ummu Jamil, Ibn Arqamning hovlisida dedi. Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu, haqiqatan men Alloh uchun payg'ambarning yoniga bormoqcha tomoq yemayman va ichimlik ichmayman dedi. U ikki ayol uni to'xtatib turib, el oyog'i besiqqan va kishilar jimiqqan vaqtda uni yo'lab olib chiqib payg'ambar alayhissalomning yoniga opardi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrni bag'riga besib quchoqladi va uni so'ydi. Musulmonlarmi uning atrofiga yig'ildi. Payg'ambar alayhissalom uningga nihoyat ich og'ritdi. Abu Bakr, ey Allohning elchisi, dadam va onam sog'a qurbon bo'lsin. Menga hech ish bo'lmadi. Faqat Fosiq Utba ibn Rabi'a yuzimga aziyat berdi. Bu yaxshi onam bolasi bilan billa. Sen barakatli kishi. Onamni Alloh tarafga chaqirgin va uningga duo qilgin. Balkim Alloh sen sababli uni davzaqdan qutqizar dedi. Payg'ambar alayhissalom u ayolga duo qildi va uni Alloh tarafga chaqirdi. Shuning bilan u ayol musulmon bo'ldi. Mana bu Siddiqning hayotidan nurliq bir batturki, u jinini va melini Alloh va Allohning payg'ambariga fido qilgan edi. Ali ibn Abu Talibdan rivoyat qilinadiki, u bundoq deydi. Men payg'ambar alayhissalomni Qurayshlar tutib, uni qo'rqitib, uning silkinayotganligini ko'rdim. Ular ko'p ilohlarni bir iloh qilgan, senmi deydi. U bundoq deydi. Alloh bilan qasamki, oramizdan Abu Bakrdan boshqa hech kim yaqin kelolmadi. Ular uni Abu Bakrni o'ratdi, uni qo'rqitdi, ham uni silkitdi. U, voy sizlarga, sizlar Parvardigorim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar, deydi. Ondan Ali radiyallohu anhu uning ustidagi to'nni elvatdi. Ondan yig'lab soqollari ho'l bo'lib ketdi. Ondan sizlardan Alloh haqida so'rayman. Fir'avn oilasidagi mu'min yaxshimi yoki Abu Bakrmi dedi. Kishilar jim turdi. U menga javob bermamsizlar. Alloh bilan qasamki, Abu Bakrning bir soati Fir'avn oilasidagi mu'minga o'xshash kishilarning 1000 soatidan yaxshidir. U odam iymonini yushiratdi. Bu Abu Bakr iymonini oshkorladi dedi. Abdullah ibn Umar radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u bundoq deydi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom Ka'baning oldida namoz o'qiyotdi. Tuyuqsiz Uqba ibn Abu Muayyib kelib payg'ambar alayhissalomning bo'risini tutdi. Kiyimini payg'ambar alayhissalomning bo'yniga yo'gab qattiq bo'g'di. Abu Bakr kelib Uqbaning bo'risini tutib payg'ambar alayhissalomdan ittiribdi. Ondan sizlar Parvardigorim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar. Halbuki u sizlarga haqiqatan Parvardigoringlarning dargohidan ro'shan dalillarni elib keldi dedi. Yahna fuadi kullama sami'a nida wa aqbala. Hurmatli anglag'uchilar, bu qatimliq anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Sizlarni buyuk Allohning omonligiga topshiramiz. Allohga omonat. في عزة تسمو به للعالي